Marg'ilon shahrida ko'p qavatli uylar atrofiga o'zboshimchalik bilan qurib olingan noqonuniy qurilmalar buzdirilmoqda. Farg'ona viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan viloyatda ko'p qavatli uylardan texnik foydalanish qoidalariga rioya etilishi yuzasidan muntazam nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan, Marg'ilon shahri Zuhro mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ko'p qavatli uylarning texnik holati o'rganilganda bir qator qoidabuzarliklar borligi aniqlandi. Ko'p qavatli xonadonlarning kirish yo'laklari, atrof tutash hududlarida o'zboshimchalik bilan qurilgan omborxonalar, qo'shimcha naveslar va shunga o'xshash turli qurilmalar aniqlanib, tegishli ko'rsatmalar rasmiylashtirib berilib, buzdirish ishlari amalga oshirilmoqda. O'rganishlar davomida 50 ga yaqin qoidabuzarlik hamda noqonuniy qurilmalar qurib olinganligi aniqlandi. Aniqlangan holatlar yuzasidan mulk egalariga o'zboshimchalik bilan qurib olingan qurilmalarni bartaraf etish yuzasidan yozma ko'rsatmalar berildi. Ayni paytda mazkur yozma ko'rsatmalarga asosan 40 ga yaqin noqonuniy qurilmalar bartaraf ettirildi. Mahallada ayni kunlarda bu kabi qurilmalarni aniqlash va bartaraf etish ishlari davom etmoqda. Mazkur nazorat tadbirlaridan ko'zlangan asosiy maqsad ko'p qavatli uylarning texnik holatini saqlash, umumiy foydalanish hududlarini muhofaza qilish, aholi xavfsizligini ta'minlash hamda shaharsozlik normalari va qoidalariga rioya etilishini ta'minlashdan iborat.